Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar hamda kuzatuvchilar. Mana yana bugun mini fermamizdan bir qator quyonlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Hozir yem solish jarayonimiz, yemlarni solamiz hozir. İlk quyonlarimiz mikrolik korumlarımız. Az yana solamiz. Qani busiga o'tamiz. Quyonlarimiz tuqqani hozir 3-4-5-6 ta ona quyonimiz tuqqan. Mana xudo xohlasa kechki salqinda forumlarda mazza qilib yeyishadi endi. Bu yerda ham bor, mana buni ko'rsatayim bolalarga. Va buntaylarda ham bor. Quyonchalarimiz. Endi mana bu yerda karli quyonlarimiz bor. Albatta suv qayilkalarimiz ham bor. Kimga kerak bo'lsa 25 ming so'mdan donasi 1 litrli yangi ventilyatorlarimiz bor. Dimoxodlarimiz bor u yoqda. Allohga shukr, mana ancha salqinlarga ham chiqib qoldik. Mana ko'ring. Pikol quyonimiz bu ham. Mana bu yerda karlik baran quyonimiz почти tayyor bo'lib qoldi, samka bu. Endi hozir bu yoqda ham nimalarimiz bor? Karlik quyonlarimiz. Bu karlik baranimiz ham xudo xolasa mana bugun tug'ish kerak, bugun erta inshaalloh. Yengillab olsin ilohim. Albatta quyonlar suvini o'rtoqlar albatta almashtirib turinglar. Isib qolishiga almashtiringlar, chunki kasallik chiqadi. Issiq, juda issiq bo'lyapti havo. Salqinga olish kerak quyonlarda. Ancha qaytib ham qoldi ham, issiq ham, lekin ko'pchilikda pateriya bo'ldi. Mana quyonlarni ko'ringlar, Allohga shukr. Yaxshi olib chiqib oldik. 8 tadan. Hozir bularda. Yaxshi olib chiqib oldik mana. Ventilyatorimiz bor. Nimalarimiz bor, havo tortadiganimiz bor. Shularni eplab mana fortishkalarimiz bor. Bu yoqda, mana bu yoqda. Allohga shukr, yaxshi olib chiqdik pateriya qilmasdan. Sizlar albatta like'larni bosib, podpishka qilib qo'yasizlar. Obuna bo'lmaganlar, hurmatli kuzatuvchilar, albatta obuna bo'lib, podpishka qilib qo'yasizlar. Inshaalloh yana yaqin kunlarda jonli efirlarni qilamiz, so'roq savollarni. Bu quyonlarimiz esa yaqinda sotuvga chiqadi. Birar haftalarda sotuvga chiqishni boshlaydi. Inshaalloh toza Italiya xikol quyonlarimiz. Mana bu yerda ham xikol quyonimiz, sameslarimiz bular. Bu yerda sames karlik baran quyonimiz. Albatta sharoitini qo'yish kerak quyonlarda.
Sizlardan iltimos qilamiz. Albatta kanalimizga obuna bo'lib, like'larni bosib, o'z fikringizni qoldiringlar. Taxminan endi bir savol tashlaymiz endi o'rtaga. Hurmatli kuzatuvchilar, taxminan shu yerda nechta quyon bor? Bir qator tezlashtirib olib o'tib keting quyonlarni. Tez yurgizdirib. Tez. Shu yerda nariroqdan ko'rsating. Katta va kichik shu fermamiz. Bizda ikkita fermamiz bor, mini fermamiz ikkita. Hozir shu yerdagisini aytsalaring, taxminan nechta quyon bor? Qani kim to'g'ri topadi?